Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi katyol montajimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'jayma ko'yida bo'lyapti. Uch kvadratli joyimizga tupli pol, radiator qildik. Endi katyol ishlari qilyapti. Hali katyolimiz tayyor emas. Sistemamiz kollektor sistema. Svet yo'q, hali ulanmagan. Bittasida tupli pol, bittasida radiatorlar alohida ulangan lechevой sistemamiz. Hop, uylarga o'tamiz. Akam qalay bo'laram bo'yi? Bu tomonidan xuddi shunday bitta radiator tupli pol bo'lyapti. Bitta dush bo'ladi keyingi yo'llar uchun, yosh oilalar uchun. Bu tomondan tupli pol, radiator. Eng yaqin masofa bilan issiq suv kirib ketyapti keyingi yosh oilalar uchun. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, 91 397 91 telefon qila olasizlar.